Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindoshlar Nabija Ala. Bugungi programmamizda biz Xitoy tajovuzchilari muajiratdagi Xitoy pasporti qarindoshlarimizning, ya'ni Uyg'urlarning pasportini almashtirib beramdi degan mazmun ustida o'z fikrimizni o'rtoqlashamiz qarindoshlar. Chunki Xitoy tajovuzchilari yani 2018 12 yılın ahiri 28-29 yılları bir xabar tarqatdi. Yani Xitoy Tashqi ishlar ministrligininki chiqargan xabarda 2019 yılı 1 ayning 1 kunidan boshlab bütün bu chet eldagi Xitoy pasportidagi Xitoylarning pasport almashtirish bu qiyinchiligini osonlashtirib berish qatorliq bir nechta turlik belgilama bilan qulaylaştırıp berdiğanlığını e'lon qildi. Bu xabarda yani bizning muajirat yashayotgan har qaysi davlatlardagi qarindoshlarimiz, bularni Turkiyada markazda yashayotgan qarindoshlarimizniki pasportlarining vaqti o'shab ketgan, yangi tug'ilgan bolalarning pasport olish ehtimolligi yo'q, ba'zi bermayotgan bu shakldagi qiyinchiliklar buningga Xitoy bu Uyg'urlarnikiga almashtirib beramdi, bermamdi degan turgan savollar chiqqan bo'ldi. Endi qo'ldagi pasport Xitoyning pasporti bo'lgan ekan, endi Xitoynikiga bu shaklda bir uzatib bersa, aytamiz bolalar yangi tug'ilgan bolalarga bersa, bu shaklda iqomat elish va yoki boshqa ishlarga qulaylik qilish yoki boshqa davlatlarga ketishga qulaylik qilish uchun bunga bir izlangan bo'ldi. Nurg'un qarindoshlarimiz bizdan mayli WhatsAppda bo'lsin, mayli har xil shaklda bo'lsin bizdan buning qanday bo'ladi? Xitoy elchixonasiga berib baqsa qanday bo'ladi? Berish ehtimolligi bormi, yo'qmi? Degandek so'rgan savollarni dedi. Endi biz uningga biz berib eklib nurib bunda bir nimamiz bo'lmag'achqa ba'zi qarindoshlarimiz borgan qarindoshlarimizniki ahvolni xabar topdik. Nima dedi, qanday shaklda bir nima ko'rsatdi. Asosliq o'tgan yildan boshlab 2016da yani 2017'den boshlab ham Xitoy tajovuzchilari muajiratdagi qarindoshlarimizni vatan ichiga tarbiyalash jazo lageri nomida xalqimizni qopsilib, bu yerda 2015dan 2016 yil 9-yilga tarqatgan pasport qulaylashtirib bergan pasportni shuni bana sabab qilib turib nurg'un qarindoshlarimiz tutqun qildi va pasportlarni musodara qildi. Endi vatan sirtidagi qarindoshlarimizni qanday qildi deganda, vatan sirtidagi qarindoshlarimizni avval urug' tuqqanlarni go'rib turib, ularni qaytib kelsa jinoiy javobgarlik bo'lmaydiganligini, agar qaytib kelmasa jinoiy javobgarlik surishti qilib, oila tavobatlarini buning bedelini to'laydiganligini, ularning turmada yotganligini tahdid qilgan bo'ldi va ba'zilarini shunday qilish shaklida jazo yurgizgan bo'ldi. Bağın qarindoshlarimiz uchun buning oldini deganda mayli Misrdan bo'lsin, mayli dunyoning boshqa yerida, mayli o'quvchilar bo'lsin, Amerikada o'qiyotgan o'quvchilarimizmi Bağın degan qanday turmada yotdi. Turmaga kirib, necha 10 yillik kesib o'tganligini xabar topdik. Demak, Xitoy nima deganda har qismda har bir bo'lak yolg'onchilik qilib bizni aldab keldi. Endi kelmagan, aldam xaltiga tushmagan Uyg'urlarni qanday qildi deganda, sening balang tug'iladi. Balang tug'ilsa, uning pasportini iltimos qilsa, unga bermaymiz. Aq pasportni beramiz, yoki 2 yillik ko'k pasport, kuchga degan shekildagi umumiy bir qitimliq kuchga bo'lmaydigan bir pasportni nima qilib turib, yamchi qilib turib, yana xalqimizni bunga kutishga boshladi. Ya'ni ba'zi qarindoshlarimizning 2014 chiqqan bo'lsa, 2019 5 yil bolalarning to'shidi, oldi to'shashga boshladi. Xitoy buni biluglik, ya'ni bu pasportning vaqtini u bergandan keyin qanchalik odamning to'shadiganligini statistik qilib turib, statistik qilib turgandan keyin yerdan keladigan mayli iqtisodiyotga yordam bo'lsin, vatandan, men o'zining mol-mulklarini bo'lsin, musodara qilib hamini tugatgandan keyin Xitoy tajovuzchilari endi bular shu turishlik davlatda qonunsiz holatda tug'izmas. Buni qonunsiz qilib etamiz. Qonunsiz bo'lgandan keyin ish bo'lmadi deganda ularning ish izlashiga, ularning boshqa davlatga yutkilishiga ta'siri bo'ladi degan shaklda bu usullarni qo'llangan bo'ldi. Hozir men sizlarga Xitoyning 2000 yil oxiri tarqatgan xabarini qo'yib beraman.
包括进一步扩大申办受理范围、放宽申请材料要求等。相关政策将于明年1月1号起正式实施，而这也是截至目前力度最大、惠及人群最多样的一次海外中国公民护照政策调整。 Mana dairesi kengre 2019 1. günden başlap icra kılınmaz. Bu nait keng kölemlik bir hareket buludu. Onun için degan şekildeki bazı bir belgilerimilerini oturup koygan buldu. Ama bununla nispeten bizning Uyg'urlarga nispeten qanday bo'ldi deganda boshqa davlatlarda berib boqqan Uyg'urlarga o'xshashlam ba'zinikini bir oydan keyin kel chag'andan keyin gap bo'lishi mumkin degan shaklda yana birisiga aniq shaklda sizning bu nangni Sharq Turkistonlikga jihi nazoratining ya'ni abnur oyliq jihi nazoratiga avatimiz agar shu yerdan qandaq quturish kelsa biringizni berimiz bermangizni bermaymiz degan shaklda aniq shaklda so'z beribdi. Demak nima deganda Uyg'urlarga bermaymiz degan gap chiqdi. Bu Xitoyning bu qilayotgan narsasi aniq shaklda Sharq Turkistondagi muajiratdagi Sharq Turkistonliklarga pasport bermay bu shaklda qismoq ilish. Abam deganimdek mayli bizning iqomat ilishimiz olsun, mayli boshqa davlatlarga yo'tkilishimiz olsun veya aşı davlatda qonunsiz holatda turib qolgandan keyin qanday bo'ldi deganda aşı davlatning qonunini aldab-saldab ekilib bu yerda keyin ularni qismoq qilishga, bir shaklda bir jazolashga, bir shaklda ro'yimizni sundurishga harakat qilganlik bo'ldi. Hamda bunun bilan birga oldingi 20-islar shu Uyg'ur agentligi muajiratdagi bizning bir xabar kanalimizda bir yerdan ait yaxshi bir xabar chiqdi ekan. 2019 yanvar 7 yanvar kuni Xalqaro kechirim tashkiloti qutulg'ili bo'lmaydigan qabohatlik chet eldagi Uyg'urlar duch kelayotgan azobli tillash degan temada chet elda Uyg'urlar duch kelayotgan pasport masalasini dastlabki qadamda yo'ritib berdi dedi. Bu pasport masalasini andan keyin qanday hal qilish? Ya'ni pasport shunday qiyinchilik yo'layotgan qarindoshlarimizning pasportining aniq shaklda ichidagi içinde resim tartibini qilmay munosabatli o'rinlarga yo'llashni bularni Turkiyadagi qarindoshlarimiz bir to'g'ri betini nima qilib qo'yapti. O'sha yerdagi nimaga shular bilan aloqalashib xalqaro ko'chmalar organi Migrashxon bu organ davlatlar, hukumatlar, hukumatsiz tashkilotlar va xayr-saxovat organlari bilan hamkorlashishni tezkorlab kelgan turli va projeytlar orqali hujumlarga panohlik tilaguvchilarga yordam berdi. Masalan, 3 bir davlatga o'rlashtirmoqchi bo'lgan panohlik tilaguvchilarning safarini o'ngishli qilish, ama bu panohlik qabul qilingandan keyingi bo'lgan narsa hamda panohlik qabul qilinib bo'lgandan keyin sizning qo'lingizda pasport bo'lmasa-mu, shu davlatningki o'zining nimasini beradi. Qabul qilgan davlatning bir qatorliq pasportini berdi, shuni berib olsa shu davlatga anamdagi yerdan chiqardi. Ammo shunga o'xshagan shaklda bir tadbirni elish uchun qanday qilamiz? Biz yana Xitoy konsulxonasiga ataytin kira qilib chiqsak, u binolar uni bermasa, andan keyin biz ataytin materialni, vaqtimizni, bir muncha iqtisodimizni sarf qilib, necha soatlik 5 kun, yarim kun ishimizni tashlab, uning ustiga Turkiyaningki İstanbul'daki konsulxonasi haftada 2 kun qabul qildi. Har qabul qilganda pasport ishlarida 5 odamni qabul qildi ekan. 5 odamni to'shab ketgan, 5 odamni ishib ketgan olmaydi ekan. Uni to'rda iltimos qilib vaqt ilib chiqadi ekansiz. Andan keyin shu vaqtingizni to'shqa vaqtda shu yerda bilan chiqib, u yerda uni ko'rishib, materialingizni topshirib, qabul qilib qoladi ekanda, ammo mana shu vaqtdan keyin keling, sizga mana pasport chiqishi mumkin degan shaklda nim bilan yo'llaydi ekan. Hamda ba'zi qarindoshlarimiz dedi, hamda biz shu bolalarimizga mushta bir shakldagi ish kishilik qilamdi, bir pasport bo'lsin, olib qo'ysa qanday bo'ladi dedi. Mening ko'z qarashimcha bo'ladi dedim. Chunki bu pasport degan texmi bu o'zimizning kimligini, nerligimizni isbotlaydigan narsa. Xitoyning pasportiga bir mastona emas, ammo uni elish orqali nima deganda mana Xitoy 10 yillik pasportini o'zi qonunliq berdi. Mayadagi Xitoy ko'chmanlarga chiqargan siyosati ma'vu almashtirib berish shartsiz. Bunun işini talep qilmaslik, jutuq qaytilmaslik, ata-onasi birlikka kelmasa bo'ladi bolaninki, onasi ya dadasi ikki tarafdan birisi kelsa bo'ladi. Qolgan o'sha yerda turishlik iqomatlari nimiz to'liq bo'lsam, uning pasportini almashtirib beramiz degan qonuni ma'vu, ammo Xitoyning bergan pasporti ma'vu degan shaklda buni biz dalil qilishimiz uchun uni ilishishni men to'g'ri deb qarayman.
Onu elip anandaki şu ballarımız bilen bu şekilde bunu arkıplaştırıp çokum bunu gün tertipke ekilişimiz bunu çoğun bu günden günge ağıvatkandikin bu pasport kıyınçılık vakıyandaşlarımızdaki bunu bir şekilde makyandaşlarımız mı bunun usullerini tertiplerini koyuptu münasebetlik uğurlağı yollaş gerek. Meyli ballarımızdan olsun, meyli yüzümüzden ötep ketken olsun, meyli mesela başka devletlerdeki kıyınlavatkan kardeşlerimizden haberini anlap turvatımız. Bir yerde hemen devletin ismini depemeyiz ama şu Xitay pasportu turvatkan qarindoshlarimiz pat muddatda bu masalaga duch kelyapti. Buning uchun buni oldini qanday olamiz, buni qanday bir shaklda yoritib xalqaroning kun tartibiga chigizib, mana Xitoy tajovuzlari Sharq Turkistondagi u yerdagi qarindoshlarimizni yolg'on tarbiyalash degan nomda jazo lageri qilib sulayotgan bo'lsa, muhojiratdagi qarindoshlarimizningki amaliy ahvoli ma'vo. Mana ma'lıq pasport bermaglik, mana bu yerda qonunliq turish iqomati ma'vo, turish nopsi ma'vo. Ama işler kalıvatkan işi yakımsa kanlık şekilde yaşavadıdı ama Xitay tecavüzleri Uygur boğallığı için bu şekilde Uygurluğa başka gözle. Xitay zaten bizni yüzünün devlet puhrası deyip karmalık. Bizim zaten onu Xitay'ını bizim devletimize itiraf kılmalık. Ama yüzünün kanunu da yüzü belgen pasportunu almıştırıp bir kanunu hukuk bozu mu? Ama o kanunu yüzü deyip sende kalıvatı. Yüzünün kanunu yüzü deyip sende kalıvatkan Xitay'a mana bu hakikat. Çünkü ma asli kanunu aldığın pasport mavo anjilak ama Xitay'ın belgen pasportu mavo degan şekilde şu. Bu ne? Kötürep çıkışımız, bunu küntet ekilişimiz bek mühim dep qarayman. Çünkü bu mesele hazır naydici qarindoshlarımızdan ki nimesiga daxil tarz qilyapti, taqishyapti. Xitoy tajovuzlari bu şekilde her xil hareketlerini ilip berip bizning bir tariyaga qistab zodi ishni qilolmaydigan putqulimizni muajiratda kuchayman deyapti. Biz buning uchun cho'qim bir yo'lni chepishimiz kerak. Chunki buni biladigan, buni tushunadigan kishilik huquq tashkilotlari her xil shakldagi mana axborot vositalarida 27-soatdagi kun tartib kelibdi. Buni yana axborot vositalarga yo'ritib beramiz. Yo'ritib berish uchun ko'plagan qarindoshlarimiz o'zining to'shqan nimasini ko'tarib chiqish kerak. Munosabatlik yerga tashkillanib ya Dünya Uyghur Qurultayı'nın nimesiga muhacirlar bölümüge iltimas kılamızlar. Bir şekilde iltimas kılıp bunu alakalaşıp bu şekilde kısa nayet yaxşı oldu. Ama bunu melkim bunun tedbir ilişki mümkün teşkilatlarımız. Yani bu hazır halkımızdan bir şekilde vatkan bir mühim mesele boğallığı için bunu yokum gün tertip ekilişimiz. Bunu bir şekilde çoğu halkımızı bu neslin kandak kurtuluş yakımız bunu kandak şekilde çoğu tekim bir hatırcam şekilde ekilişimiz için bir şekilde hareket kısak. İnşallah bunu gün tertip axborot vositalar arkalık bunu içip taşlasa Xitayning bu yaptığı beşerisini. Çünkü Xitay özü degan kanunu özü xiloflik qilayotganligini. Mana bu 5 yillikning o'rniga ya 10 yillik pasportning Xitay pasportining o'rniga mandaq kesib etganini tashlab etmang. Aşı bergen 2 yillikni tashlab etmang. Aq pasportni tashlab etmang. O isbot sizning qo'lingizda. Isbot o, dalil o. Mana Xitoydan bergan narsa. Ma'vo degan şekildagi dalil bo'ladi. Anandan keyin o'zingizning mayli Xitoyda olgan pravongiz olsun, tashlab etmang. Har xil diplomlarınız, hazır başka hüner kesip kinişkileriniz, hani kendin balınızdan toğum ispat ediğindek, özünüzge alakadar Xitay'ın vaxtınızda ağın kanunluk Xitay bergen neslinin hiç qaysı taşıp etmem. Taşıp etmem. Bu ispat buludu, delil buludu. Onun için bu neslerge bir şekilde buna hal kılış çağrısını bunun hem de hemimiz katırap konsuluk halığı bergen bile Xitay'ın cevabı okşaş. Uygurluğu zaten bermemi değil. Zaten bermemi değil. Bermemi degendeki bunun şeklinde bir bunun tedbirini qanday alamiz, bunun qanday şeklinde bir bu qarindoshlarimizni qanday xotirjam qilamiz. Endi vaqt tutishdan burun yutkilib olgan qarindoshlarimiz amallar yutkilib olinganlar. Turush davlatinglar biraz xotirjamsiz olsa siyosati yoki Xitoyga beqilmanligi biraz nima bo'lsa amal var bir şekilde bir xatarrak bir yaxshiroq bo'lgan davlatdagi amal bor yutkilish imkoniyatini yor bergan. Ya men to'shab ketganda ya bir gap bo'ladi deb vaqtni o'tkazib yetib 5 koyga bitadigan ishni 500 koyga 5000 koyga chiqarib qo'ygan ishni qilmaylar qarindoshlar. Oldin plan qilaylik, oldin mana ishni qanday qilamiz, mana ishni qanday eliga elib boramiz, mana oldini qanday olamiz, mana ziyonni qanday to'sab qolamiz, yoki biz eng tuvanchakka qanday tushiramiz degan shaklda izlanish ilib borsak inshaalloh yaxshi bo'ladi deb qarayman qarindoshlar. Onun uchun men buni ko'rdigan asosda o'zimning ko'z qarash fikrlarini o'tirib qo'ydim qarindoshlar. Endi kuchimizning yetishicha qilayotgan ishimizning shu xabarchilik
ve şekilde bir uçurlarını ortaklaşış bir şekilde boğalık için qarindaşlarımızga bek yoğun bir işni hal qiladigan nimede mezmunda yoki bo'lmasa ish tarafida emas. Faqat har birlari bilan bu şekilde maslahatlashish, ortaklashish, bu masalalarni qanday şekilde hal qilishning chorasi qaysi bo'lsa Uyg'ur agentligidagi qarindoshlarimiz bo'lsa buni tafsiliy shakldagi yana bir plan nimalarini chiqsa kun tartibga ekilayotgan qarindoshlarimiz bir kun tartibga ekiladigan plan nimalarini axborot vositasi kun tartibga ekilsa anandan keyin qolgan qarindoshlarimizni vaqti to'shab ketgan vaqt to'sash oldi turgan qarindoshlarimizni pasportini qanday shaklda mayli muxbirlar bo'lamdi qanday shaklda uni bir oshkorlab ulug'i deb bir şekilde kun tartibga ekilimiz bu şekilde xizmatni o'rlashtira olsak yaxshi deb qarayman qarindoshlar. İnşallah bu şekilde hammamizning o'rtaq şekilde kuchishi bilan harakat qilishi bilan kun tartibga ekilishi bilan hal bo'ladi inshaalloh. Onun uchun bu şekilde hammamizning bir fidokorligimizni ko'rsatishni talab qilaman qarindoshlar. Shunga bugungi programmamiz o'sha shaklda bo'lsa, inshaalloh kun tartibga kelayotgan xalqaro xabarlar nihoyat ko'p. Alloh xolisa atiki programmamizda shu xalqaro xabarlar Xitoyning qanday ish kezayotgan vaziyati bunun xabar va mulohaza bir programmamizni ishlashni o'ylashyapmiz. Alloh nasib qilsa buni ishlashga harakat qilamiz qarindoshlarim. Hammanglarga Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.